yerning umumiy maydoni 282, yerning umumiy maydoni 11 gektar bo'lib, uzunligi 282, eniga 907 metrni tashkil etadi. Bu konturga fasol mahsuloti ekilgan. Hozirgi kunda fasol mahsulotimiz zamonaviy usullar bilan sug'orilib, oziqlantirib, mana shunday holatga keldi. Hozirgi kunda mahsulotimiz gullab, hosil berish arafasida. Bu yerda 11 gektar joyimizda 37 ta dehqon xo'jalikka bo'lib berilgan. Har bir dehqon xo'jaligimizga 30 sotikdan to'g'ri keladi. Dehqonlarimiz bu yerda mana o'zi 93 kun, 96 kunda hosilimiz yetishtirib olinishi kerak. Mana hozir hosil yetishtirib olish uchun 20-25 kun vaqt ichida o'sha dehqonlarimiz hosilni to'liq yig'ishtirib olishadi. Ularning ishlarini yaxshi tashkillashtirish uchun bu yerda lider tadbirkorimiz Oltinbek biznes start bilan dehqonlarimiz xohlasa hosilini yig'ishtirib olgandan keyin ikkinchi ekinga yana ham hosildorligi yaxshi